Assalomu alaykum, kelinglar. Kvartira narxiga uchastka qarab yurganlar mana shu yerda uyimizni ko'rishingizni sizlarga tavsiya qilaman. 5 sotixdan iborat 8 ta xona, 4 ta sanuzelli, mana bir etajli xonadonimiz bo'ladi. Ya'ni bir etajga qurilgan xonadonimiz podvali ham bor, hurmatli obunachilar. Qaranglar, mana shu kirish qismimiz bo'lsa, mana darvozaxonamiz bo'lsa, bu yoqqa 3 ta mashinamizni bemalol joylashtirsak bo'ladi. Shu yerda o'zida moyka qilsak ham bo'ladi. Xo'p, bu yoqda esa bizni besetkalarimiz joylashgan. Bu yoqqa stol stullarni qo'yib maza qilib yozgi kunlarda oilaviy dam olib maza qilib o'tirsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Qaranglar, fasadimiz ham juda ham chiroyli va eng yorqin ranglarda. Zeleniy zonamizga ham bitta baho berib qo'yasiz. Bizda eng ko'p xalqimiz mana shunaqa narsani yaxshi ko'rishadi, chunki mana shilanglarda suvlarni mana shunaqa qilib maza qilib bu yoqlar sug'orishingizni nima yetsin, to'g'rimi? Qaranglar, mana podval qismimiz ham bor va yozgi oshxonamiz ham bor, hurmatli obunachilar. Uyimizda to'liq ma'lumotlari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Biz sizlarga yanada to'liq ma'lumotlar berib boramiz. Xo'p, uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 360 ming AQSh dollari so'ralyapti.